2008-yildan beri Dubaydaman. Bloger bilan broker ikkalasi jamlanib kirib kelyapti-da. Pulni oladi, komissiyonni yo'qoldi. Telefonni o'chiradi, bo'ldi, ketdi. Hozir aytishim kerakmi, keyin aytsam bo'ladimi? Eng qimmat villa 680 millionga sotildi. Nimaga shunaqa qildi desa, ani broker menga va'da berdi-da deydi. Birinchi kundan tushimda uy sotyapman. Oppoq, chiroyli joylar. Assalomu alaykum. Bitta savol. Podkastimizning navbatdagi mehmoni Dubay ko'chmas mulk bozorida o'zini chempionlarcha harakat qiladigan va kuchli top 5likka kiradigan Jamshid Abdullayev bo'ladi. Assalomu alaykum. Shunchalik vaqt ajratib kelganingizga sizdan juda ham minnatdorchilik bildiramiz va o'zimizni podkastimizni boshlaymiz. Alaykum assalom. Katta rahmat taklif uchun. Jamshid Abdullayev qanday qilib bu sohaga kirib keldi va o'zingiz to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz? Xo'p, ismim Jamshid, Namangan Chustdanman. 2008-yildan beri Dubaydaman. Universitetni bitirib bu yoqqa kelganman 20 yoshimda. Dubai Real Estate'da 2012-yildan beri ishlab kelaman. Orada 3-4 yil pauzalarim bo'lgan. O'zbekistonga ketganman 2-3 yilga. Bu yoqda boshqa ishlar qilib, umumiy hisobda 2012-yil 14 yildan beri sohaga kirib chiqib ishlab yuribman. Oxirgi 8-9 yil muntazam ishlab kelganman. Kirib kelishim qiziq bo'lgan. Chunki 2008da kelganimizda bilasiz, dunyodagi eng katta krizis bo'lgan. Albatta. Uy-joy narxlari 70-60% ga tushib ketgan. Ya'ni 1 millionlik uylar 300 mingga tushib qolgan payti bo'lgan. Kelganimizda bu yerda yashab yurganlar aytishgan, eng noto'g'ri paytda kelding. Hozir hamma kompaniyalar ishdan bo'shatib yotibdi, nima kelasan deb tanqid qilishgan. Keyin o'sha paytda real estate haqida ham juda ham ko'p negativ fikrlar ko'p eshitganmiz. Lekin birinchi taklif real estate'dan bo'lgan. 3-4 kun ishlaganmiz, lekin shu darajada atrofimizdagi shu o'zbek bolalar negativ gapirganidan haligi orqamga yong'osti deydi-yu, ashga kirib qolgan. Real estate dunyodagi eng yomon soha degan. Ular aytaman, yana keyinchalik qanaqa ta'sir qilganini. Shu bilan boshqa sohada ishladik, asosiy o'sha magazinlarda ishladik. O'zimiz biznes qildik Dubayda, O'zbekistonda. Keyin 2012-yil bir yaqin og'aynimiz o'zining kompaniyasi bor edi. Biz ishimiz o'sha paytda, biznesimiz o'xshamay turgan payti, bo'sh vaqting bo'lsa, kirib ish boshlab turdi ishni. Bu paytda hozirgi mana dokument bo'yicha juda qattiq talablar yo'q edi. Shuni ishlab ketsa bo'lardi. Keyin shu darajada ong ostiga o'rnashib qolganki, yomonligi o'zimiz bilmagan holda yo'q, любой sohada ishlayman, lekin faqat real estate emas, iloji bo'lsa boshqa soha. Lekin akamiz davay kirib bo'shsan dedi, keyin istixora qilaylik dedim. Istixora qilyapman, lekin haliga yaxshisini ber deb so'raysiz-ku. Lekin orqa miyada yaxshisini ber, lekin real estate bo'lmasin deyapman. Xuddiki men biladiganday nima yaxshi, nima yomon. Birinchi kundan tushimda uy sotyapman. Oppoq, chiroyli joylar. Va ma'lumot o'rnida aytamiz, Jamshiddagi birinchi сделкаларni tushlarda qilgan ekanlar. Haligi oppoq, chiroyli hovlilar. Keyin aytdim, yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. O'zi birinchi belgi bo'lishi bilan boshlashingiz kerak. Lekin men aytdim, yo'q, bu shunchalik kirib ketgan ekanki, ong'osti shu xavfli narsa ekanki, yana o'qishim kerak deyapman-da. Bir haftaga o'qisam, keyin to'g'risi chiqadi deyapman. Yana 3 ga to'g'ri, yana tushib ko'ryapman. Keyin bo'ldi dedim, ofisga bordim. Adashmasam shu birinchi, ikkinchi haftani o'zidayoq zerkalar bo'lishi boshlandi. Juda tez bo'lgan. O'sha ishlagan mahallamizda 2-3 oy ichida eng oldi bo'lganmiz. Firma 2 kishi ishlardik xolos. Birinchi o'sha bir 4-5 oy ishlagandan keyin bizga mana Anantari mehmonxonasi chiqqan. Palmadagi. Palmadagi. Ularning egalari mana Seven Tides Group. Ular juda ham ko'p proyektlari bor. Juda katta proyektlari bor. Keyin Anantari keldi. Ularga zdaniya kerak edi. Ular bilan 6 oy ishladim. Zo'r payt. Hamma aytdi, даже ular qiziqayotgan proyektlar davlat proyektlari edi. Shu davlat odamlar aytdi, bo'la olmaydi dedi. Anantari prezidentining o'zi keldi. Shmiroy anaqasi bo'yicha, boshqaruv bo'yicha. Lekin 6 oydan keyin rozi bo'lishdi olishi. 50 millionlik kontrakt edi, arenda kontrakt. Bu sizning birinchi kontraktingizmi? Eng kattalardan. Eng kattadan birinchisi. O'sha paytda 2012da. Ungacha arendalar bo'lgan. Keyin birinchi sotuvim Dubai Marinada bo'lgan, 2 bedroom bo'lgan. Shunaqa qilib kirib ketib qolganman. Juda ham yaxshi. Savollarimizni asosiy bilan boshlaymiz. Mana ko'ryapmiz, qaysidir qiyin muhit yaxshi insonlarni tabriklab o'tadi. Mana aytganingizdek,
o'sha moralniy travmalardan chiqish. Moralniy travmalaringiz asosan qaysi joylarda bo'ldi? Sababi men savolimni korrektorit qilaman. Qaysi joylarini siz juda yomon ko'rardingiz? Real estate'ni qaysi joylarini sizga yomon tushuntirgan? Real estate umumiy ma'noda yomon deb tushuntirilgan, to'g'rimi? Lekin qaysi joylari sizga qattiq tegdi? Yomon deb tushuntirishmagan. Birinchidan недвижимостьda, ya'ni Dubai Real Estate'da ayni 2008-yil hamma pul yo'qotgan. Juda katta pul yo'qotishgan. Kimdir 100 millionlab yo'qotgan, kimdir millionlab yo'qotgan. Endi juda ko'pchilik bankrot bo'lgan. Endi bu narsa ya'ni muhitga ta'sir qilgan. Ya'ni hammada o'ta negativ holat bo'lgan. Biz 2008 kelganmiz, yil oxirida, noyabrda. Bizga o'sha negativni biz bilmaymiz u paytda. O'qishni bitirdik. U kredit nima biz O'zbekistonga bu paytda ta'siri ham bo'lmagan unaqa. Shu darajada gapirilardik ekan o'tirganimizda bolalar bilan. Bu soha yomon ekan. Bu sohada sen kirsang, kimdir pul yo'qotishiga sababchi bo'lib qolar ekansan. Keyin bu sohada oylik yo'q, ya'ni stabillik bo'lmas ekan degan narsalar shunchalik kirib qolgan ekanki, o'shanda amin bo'lganman. Bunga yaqin amin bo'ldim. Onga qanaqasiz boshqarishini. Ya'ni ishim o'sha aytganimdek birinchi kunda yaxshi bo'lgan real estate'da. Ya'ni yo'g'iga stabillik degan narsa haqida hayolam bo'lmagan. Ketma-ket сделкалар bo'lardi. Juda ham zo'r bo'layotgan paytda o'sha onga ta'sir qilib, yo bo'ldi, bu soha yaxshi emas ekan. Ya'ni zo'r bo'lyapti, lekin baribir qachondir o'zgartirishim kerak. O'zgartirishim kerak, chiqib ketishim kerak bundan. Soha iloji bor, tezroq chiqib ketib, o'sha topgan pulimni biznes qilishim kerak. Topib biznes boshladik, biznes umuman o'xshamadi. Keyin yana ma'lum vaqt o'tib. Siz bo'lmasa qaysi biznes? Birinchi biznesimiz anaqa bo'lgan. Energetik ichimliklar. Tarqatib bo'lgan bu yoqda. Dubayda yo O'zbekistonda? Dubayda, Abu Dabida. Keyin chiqib ketdik, ish o'xshamadi. Keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana ozgina qaytsam, resetga yana ish yaxshi bo'lib ketyapti. Yana sotuvlar, yana arendalar bir-biriga ulanib ketyapti. Keyin yana qo'lga ko'proq pul tushgandan keyin yana bir biznes qilish kerak deb yana modelga chalg'idim shu orada. Har xil narsalar qilib ko'rdim. Yana shu holat bo'ldi. Oxirgi ishimiz 2021-yil bo'lgan. Biz Danubxomdan ishimiz zo'r bo'layotgan bo'lgan, Covid payti. Korona payti endi boshlangan. Ko'pchilikda savdo tushib ketgan, savdo bo'lmagan, lekin menda ketma-ket savdo bo'lyapti. Bitta joydan 3 ta olyapti, kimdir 4 ta olyapti, kimdir 6 ta olyapti. Bir-biriga ulanib ketyapti. Umuman marketing ishlatmaganman hech qachon. Marketing ishlatmagan? Yo'q, umuman marketing, reklama qilmaganman, social media va ijtimoiy tarmoqlarda umuman akkauntim bo'lmagan. O'zi kelaverardi. Bir kishi bilan ishlaymiz, og'aynasi bilan tanishtiradi, qo'shnisi bilan tanishtiradi, kollegasi bilan tanishtiradi, ulanib ketaverardi ish. Lekin o'shanda ham yo chiqishim kerak deyman, yana bor. Keyin 2021-yil bu yoqda o'sha Danubxomni fransizasini oldik O'zbekistonga. O'sha Rizvan Sajan keldi o'zi 2-3 marta Toshkentga. 2 yil ishladik, O'zbekistonda ko'p bizneslar qildik. Eshik sohasi, pol sohasi, o'zimiz brendimizni chiqardik. Pol uchun, laminat pol uchun. Shunaqa qilib sho'rxil biznesga kirdik. Yaxshi bo'ldi boshlanishida. Keyin sheriklar ko'payib, bu ham qanaqadir уже menga yoqmaydigan holatlar bo'lgandan keyin aytdim, to'xtatamiz deb. 2023-yil qaytdim. 2023-yil mart oxirida qaytdim. Endi 2 yil bo'lmaganman Dubayda. Kelsam ishxonadagi o'zimiz bola aytishyapti, Jamshid, bozor tubdan o'zgarib ketdi 2 yil. Chunki men 2021da ketgan bo'lsam, endi bozor uyg'onayotgan payti bo'lgan. 2023da уже ajiotaj boshlangan payti bo'lgan. Senga endi kamida 3 oy kerak bozor o'rganishingga. Chunki rostdan mahallali ismi chiqib ketgan bo'lgan. Keyin aytishdi, 3 oy bozor o'rganasan, 3 oy o'sha klientlarni ishlashni boshlab, tayyor bo'lguncha baribir yana 3 oy o'tadi. Bir 6 oyda birinchi zerikani qilasan. Shunga qarab o'zingni o'lchamingni ovur deydi. Lekin Xudoga shukr, bir oy o'tib o'tmasdan yana uy sotish boshlandi. Zo'r. Yana o'sha keyin oxiri tushundim, yo bu soha demak menga ekan. Ya'ni men hamma o'z sohasi bo'ladi-yu. Bu o'shandan keyin tushundimki, meni harollarim boshqarayotgan narsa o'zim emas, boshqa narsa ekanda. Keyin o'sha tushundim. O'sha yaqinda tushunib, keyin Xudoga shukr bundan buyoq endi hozir realist. Muntazam ishlab kelyapman. Jamoaviy ishlaysizlarmi yoki o'zingizdami? Hozirgi kunda endi marketingimiz yaxshi. O'shdan bizga klientlar keladi. Endi bilasiz, agar qanaqadir uzoq yo'lga chiqmoqchi bo'lsangiz, biz jamoa bilan chiqamizda, chunki bir-birimizga yordam beradi. Yaqinroq yo'l bo'lsa, yakkaxon chiqqan deydi-da. Bu oldindan kelgan gap. Lekin sizda hali ham o'sha miyada bormi, yo'q saqlanganmi? Bir jamoa qilib turib harakatlanish demoqchiman-da. Men bu qo'rquv bormi hali ham demoqchiman-da. Hali ham bitta o'zingizsiz demoqchiman-da hozir.
Aynan real estate sohasida komanda qilish niyatim yo'q. Chunki qarang, komanda qilib uni boshqarish uchun siz operatsiondan kuchli bo'lishingiz kerak. Ya'ni har bitta odam o'ziga monand ish beradigan, keyin o'shani boshqaradigan. Bunaqa holatda siz katta qobiliyatingiz shu ketib qoladi. Ya'ni energiyangiz, kuchingiz o'shan ketadi. Men o'zim hayotda ko'p ko'rganman, aynan o'zi kuchli ishlaydigan bolalar o'sha komanda qilgandan keyin ishi nolga tushib ketgan. Fokus sochilib ketadi. Sochilib ketadi, keyin o'zi qilayotgan foydani qila olmaydi. Asosiy fokusi o'sha komandaga qarab ketib qoladi. Ko'plab yana ishlashib kelaveradi o'zi. O'shaning uchun uni yoqtirmayman ham operatsiyada qolib ketishi. Aynan real estate'da men o'zim ishlash yoqadi menga. Jamshid akani hozirgi paytdagi strategiyasi yakka harakatlanish. Yakka ishlash. Endi o'sha to'g'ri, bu yerda har xil narsalar omillar bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zingiz strategiyangiz, hayotdagi misol uchun degan tajribalaringizni olib chiqqan bo'lishingiz mumkin. Biz ko'p brokerlardan eshitdik. Siz ko'proq savdongiz plotlar bilan ekan, o'sha yerlar sotishlar bilan ekan. Brokerlarga ustozlik qilgan ekansiz. Bu bizga siz tomonidan tashqaridagi fikrlar, juda ham iliq fikrlar bo'ldi. Ko'pincha mana shogirdlaringiz yoki sizdan kelib turib keling, aytamiz maslahat so'rovchilarga. Asosan uchta eng kuchli maslahatingiz qanaqa bo'lgan? Chunki ularni misol uchun qanaqadir joyda noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, to'g'rilab, uni daromadini oshirgan. Xo'p, birinchidan plot masalasi. Shunaqa vaqt bo'lgan, plotlarga fokus qilgan paytimiz. Ya'ni o'sha o'zim ishlab yurgan paytim, yangi kirgan paytim, birinchi 5 yilda real estate juda ham katta sohada. Albatta. Masalan, birinchi ikkiga bo'linadi. Aytaylik, commercial, residential, turar joy yoki noturar joy. Keyin bular yana bo'linib ketadi. Turar joy bo'linadi. Arendaga, sotuvga, keyin u yana bo'linadi. Masalan, oddiy uy bor, kvartiralar alohida bir masala, villalar alohida masala, hotel apartment boshqa masala, sotuv ham o'zgarish boshqa, o'zining texnologiyasi bor, o'zining uslubi bor. Uni klienturasini o'zining xohishi bor. Xuddi shunaqa commercial ham. Deyarli hammasi ustida ishlab chiqqanman. Arendasi ham, sotuvi ham. Nimaiki shu 10 tadan ko'p yo'nalishi bo'lsa, hammasida albatta bizga kirishib, hammasida qilganman. Bu juda ham yaxshi ma'lumot. Albatta Jamshid aka Abdullayev. Mana bu soha bo'yicha o'zlarining mutaxassislari bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Uy savdosi, mana ko'rdinglar, shuncha 10 ta направление bo'yicha ish olib boradilar. Ishlaganlar, shu paytda tajribalari bor, bemalol javob berishlari mumkin. Keyin lekin hozirgi momentda bu aslida to'g'ri ish emas. Har xil narsa ishlash, ya'ni birortasidan kuchli bo'la olmaysiz. Hatto qurilishga amalashganmiz. O'sha Dubaydagi investorlarga, yer olganlarga o'sha qurilish top berib, qurish ustida turganmiz, ya'ni o'sha katlamandan boshlab uy bitishigacha. Lekin eng yaxshisi endi maslahatga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda haligi har bitta zerkada ko'pchilikda qancha pul qilsam. Masalan, klient kelyapti. Birinchi maqsad o'sha klientni nima deb bo'lsa ham, ayniqsa hozir ko'p ko'ryapmiz. Har qanaqa yo'nalishda o'shani ko'ndirib, shu birinchi pulini to'latib olsa bo'ldi. U xohlagan va'dani berishyapti. Bir necha foiz o'sish, bir necha foiz arenda, necha oydan keyin sotib berish, ya'ni yo'q narsalarni hammasini gapirib, o'sha iloji bor o'sha klientni pulini olib biroq qo'ysa bo'ldi. O'shani muvaffaqiyat targ'ib qilishyapti. Albatta. Kliyentlarni ko'rsatib, birinchi navbatda o'sha ishlagan payti kimga bo'lsa ham aytaman, birinchi paytda o'sha anaqasi bo'lsin, ya'ni ilmi bo'lsin. Albatta. O'sha ishlayotgan sohasi yo'nalish tanlasin bitta. O'sha o'nlab yo'nalish bo'lsa, nedvijimizda o'sha yo'nalish tanladimi, o'sha soha bo'yicha hammasini bilsin. Bozorda nima bo'lyapti, o'sha soha bo'yicha qanaqa qonun qoidalar chiqyapti. Hozirgacha masalan oxirgi 10 yil, 15 yilda o'sha sohada qanaqa o'zgarish bo'lgan. O'shalarni o'rganib, keyin hozirgi kunda o'sha masalan aytaylik bitta odam kvartira sotmoqchi. O'shanda ham option Dubay bo'yicha emas. Masalan tanlash kerak yoki bitta ikkita застройщик yoki bitta mahalla. Bitta joy tanlab, o'sha joyda iloji boricha o'sha tarixda bo'lgan hamma tranzaksiyani o'rganishsin, o'sha joyda nima kelyapti keyingi 10 yil, 15 yil. O'sha ma'lumot bo'lgandan keyin u kimgadir maslahat bera olsa bo'ladi. Birinchisi bu. Ikkinchisi, nima gapirsa ham to'g'ri gapirish kerak. Ya'ni yolg'on gapirishi mumkin, bugun foyda berishi mumkin, foyda bermaydi aslida, lekin vaqtinchalik foydaga o'xshagan bo'lishi mumkin. Masalan, aldab kimgadir uy sotsa, bu pulni oldim-ku, men yutdim deb o'ylashi mumkin, lekin aslida bu yutuq emas. Shu birinchisi sohani tanlab olsin, joy tanlasin, o'sha joy bo'yicha mutaxassis bo'lsin. Ikkinchisi to'g'ri so'zlasin. Yana nima desam bo'ladi? Mana shu eng muhim mashida. Mana shu bo'yicha ketsa, har bitta o'sha xaridor uchun qanaqadir manfaat bera olsa,
Mana shu menimcha vazifasi. Mana qarang, bozorda mana hozir sizni bu ko'chmas mulk sohasiga kirib kelishingizni ham qanaqadir sabablar bo'lyapti-da. Kimdir yomonladi, lekin bu sizga o'zi sizni sohangiz bo'lgani bo'lib chiqdi. 2008-yil kelganingizda bu yerda krizis payti qiyin payt edi. Ana bu paytda siz ish boshladingiz, ahvol siz o'ylaganchalik yomon emasligini bildingiz. Lekin hozirgi yangi boshlayotgan brokerlar, bular ham hozir qiyinroq paytda, chunki bildingiz, urush bo'ldi va narx-navolar hozir taklif juda ham ko'p. Ana o'sha paytda hozir brokerlar hozir ish boshlaydigan paytimi yoki bu sohani prosta o'rganib turib keyin boshlasinmi? Ayni paytimi demoqchiman hozir brokerlik boshlamoqchi bo'lganlarni. Endi hammani o'zini hayoti bor, o'zini fikri bor. Lekin meni fikrim hozir nimaiki ish boshlasam, istixora qilaman. Chunki istixora degani siz Sollohdan yordam so'radingiz, chunki siz ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Albatta. O'shaning uchun biladigandan so'rash kerak. Keyin agar shunga pozitiv javob chiqsa, keyin boshlash kerak, o'sha etap-etap boshlash kerak. Lekin urush bo'ladimi, bo'lmaydimi, savdo tushgani yo'q. Mana oxirgi ko'rgan bo'lsangiz ma'lumotni, adashmasam 208 milliard sotildi 6 oyda. Birov risk birovga bog'lanmagan. Albatta. Agar bu yo'nalish uniki bo'lsa, hech kimning savdo bo'lmasa ham bunda bo'laveradi. Keyin men bitta gap o'zim doim aytaman, haligi there is no crisis for Allah. Ya'ni Alloh uchun krizis yo'q. Albatta. Sen o'sha mana shu joydan senga risk keladimi? Farqi yo'q. Sen urush o'rtasida bo'lasanmi? Dunyoda ham biznes to'xtab qoladimi? Sen ishingga odam kelaveradi. Senga odam haligi o'sha bu sohada bo'lsang, senga shu sohada risk yozilgan bo'lsa, farqi yo'q. Bozor to'xtab qolsa ham, aytaylik bozorda faqat 10 million savdo bo'ldi desak, o'sha savdo agar senga atalgan bo'lsa, seniki bo'laveradi. Bozorda 30 mingta bo'ladimi, 100 mingta agent bo'ladimi, farqi yo'q. Albatta. O'shaning uchun qachon boshlash umuman ahamiyati yo'q. Ahamiyati yo'q. Muhim agar o'sha soha o'sha odamga bo'lsa, bir kunda boshlash kerak, lekin to'g'ri boshlash kerak. Uzoq muddatda o'ylab ish qilish kerak, lekin niyatni ham to'g'ri qo'yish kerak. Chunki niyat faqat pul qilish bo'lsa, u atrofdagi hamma xona vayron qiladi. Hozir ko'ryapmiz. Ya'ni hozir qanday muammo bor, menga ko'p o'ylatyapti. Odamlar kelyapti, aslida aytaylik 30 ming, 40 ming dollar pul bor. Ya'ni topgan pul o'sha. Yoki dajda video ko'rib qoldim. Tani bitta mashinang bor, mashinangni sotsang, shu pulni down payment qo'ysang bo'ladi. Bo'ldi degan emas. Eng arzoni hozir aytaylik 200 ming dollar. 170 ming kim to'lab beradi? San o'sha bor yo'qmi shu 30 ming bo'lsa. Masalan, u shunaqa noto'g'ri yetkazib berilyapti. Ya'ni bu degani o'sha men hozir aytaman 200 ming dollar uymoqchi bo'lgan odamni mayli u 3 yilda to'lasin, 4 yilda to'lasin, lekin hech bo'lmagan 60-70% puli bo'lsa kirish kerak. 30% puli bo'lsa tavakkal qilib kirib ertaga 30% to'lagandan keyin sotib yuboraman desa, u ertaga kontrakt o'tkazsa, to'lab kirib bo'lgandan keyin kontraktga ertaga ham pulni olib chiqib keta olmaydi hech qachon. Hamma pulini olib chiqib keta olmaydi. 100%. Katta pulni yutqizib chiqib ketadi. O'shaning uchun agar ras kiradigan bo'lsa, o'sha qanaqa summadan qat'iy nazar, hech bo'lmasa 60-70% uyi puli bo'lsa, keyin tavakkal qilib kirsa bo'ladi. Kirsa bo'ladi. Ajoyib boshida bidir. Hozirgi paytdagi yosh brokerlarimiz mana paydo bo'lyapti. So'z mediada ko'p odamlarni jalb qilyapti. O'sha hamma linklar kelyapti, balkim savdolari ham yaxshidir. Hozir yosh brokerlar asosiy qilayotgan bir 5 ta xatosi nima? Ya'ni sonni aniq bilmayman. Birinchisi 5 tasini. Aytaylik, birinchisi juda ham ko'pdir balkim. Balkim juda ham kamdir. Men o'zim bilganlarim o'sha ma'lumot yo'qligi birinchisi. Ma'lumot ustida ishlash. Deyarli yo'q. Ya'ni u joy haqida ma'lumot yo'q. Ikkinchisi noto'g'ri targ'ibot qilishi. Hatto nafaqat kichkinalar, noto'g'ri ma'lumotlar berishi. Targ'iboti ham hatto. Targ'ibot ham. Masalan, shunaqa proyekt chiqyapti. Masalan, yana bittani targ'ibot hozir qanaqa ketyapti. Har bitta developeri strategiyasi bor, bitta proyekt chiqarsa, bo'lib chiqazadi. Masalan, birinchisini aytaylik 200 mingdan chiqarsa, ikkinchi fazasini 230 ming chiqazadi. Targ'ibot qilishadi. Mana 200 ming olmagandim, 230 ming bo'ldi. Lekin haqiqiy bozorning hozirgi qiymati 130 ming bo'lishi mumkin. Ana shu to'g'risida. Hozir masalan Zastroy 200 ming chiqazyapti, ikkinchi faza 230 ming chiqazdi, ya'ni 30 ming foyda qildi degani emas hali. Bu Zastroychiki narx, u sotaveradi. Chunki 30-40 mingta broker bor, ularga pulni beradi, любой proyekt sotib yuboradi hozir. Lekin uni sohaning odam bo'lgandan keyin uni o'yinni bilish kerak. Albatta. Bozor talab bormi o'zi? O'sha 230 ming sotsa bo'ladimi? O'sha targ'ibotni xato qilib, mana bitta qiziq narsa bor. Men sohamda hozir endi ko'proq qimmatroq fokus qilganimiz uchun ba'zi o'sha mashhur millionerlar keladi, milliarderlar ham keladi.
Hatto o'shalarda ham xato qilishadi-da, hayron qolaman. Ya'ni ularni o'zlarimi yoki ularning analitiklarimi? ya'ni o'sha analitiklari bor, finanslari bor, advokatlari bor. Lekin bozordagi eng yomon proyektga pul tikib qo'yishadi 100 million, 200 million, 300 million. Ana shu nimaga shunaqa qildi deyilsa, "Ani broker menga va'da berdi-da" deydi. Ya'ni o'shalar ham xato qiladi. Ya'ni o'shaning uchun men aytaman, sohaga kirib keldingmi, senga Xudo ilm berdimi? Senga shu sohani berdimi? O'rganish kerak. O'sha xatolarni qilmasligini oldini olishga biz javobgarmiz-da. Chunki shuning uchun ham sohaning odamisiz. Hamma sohada ham shu. O'qituvchisiz, o'sha ilmni o'rganib, o'sha sohada yordam berish kerak. Hamma sohada. Endi bu sohani ko'pchilik yengil oladi, aslida eng qiyin sohadan bittasi. Chunki birinchi navbatda o'sha odamlar qiynalib topgan pulini biz birinchi o'ylashimiz kerak, shu pul yo'qolmasin. Ikkinchisi o'ylashimiz kerak, shu pul ko'paysin. Ya'ni ko'pincha men o'zimni bilaman, investordan ko'ra ko'proq uni pulni o'ylayman-da. Shunaqa holat bo'lgan. Yaqinda bo'ldi. Bittasi villa olmoqchi endi. Villa bo'lgan, katta villa, lekin bitishga 2 yil bor. Vaqtincha turib turishimga bitta villa olib qo'yay dedi. Keyin men safar dedim, villa topgan, olgan. Yangi odam bo'lgani uchun unaqa tushunmagan kontraktlarni. Narigi tomon ham Dubaydagi eng katta kompaniya bittasi, tushuntirmagan. Lekin o'yin shunaqa bo'lganki, u broker iloji boricha buni oldirgisi kelmayapti. Bu bilmasdan o'tkazib yuborsa, mana 60 kunlik bor, u 20 oylik. 10% to'lagan puli ketadi sotuvchiga. O'tib ketadi. Chunki bu vaqtda anaqa qilmay to'lamagani uchun. Sharida jazo deyilmadi. Broker komissiyasini oladi. Yo bu endi mana qonun bor, davlat qonuni bor. Bitta kontrakt kirsangiz, siz 10% buyer seller, oluvchi sotuvchi 10% dan to'laydi. Qaysi biri xato qilib o'yindan chiqsa, 10% pul yo'qoladi. O'sha kontrakt turishi uchun o'sha pul to'lanadi. Bu yo'qotyapti deyarli. Ya'ni shunday joyga kelib qolgan o'sha safarda, bu yog'i bir 10 kun qolgan. Keyin men aytdim, nima bo'lyapti o'zi? Yordam kerak bo'lsa yordam beray. Keyin ko'rib chiqdim, hamma yoqda nimadir o'yin bo'lyapti. Keyin men aytdim, agar 10 kun ichida sen to'lamasang, 1 million pul yo'qotasan. Desam, nima qilishim kerak? Mash ish qilishim kerak. Yo hozir qiyin kelmayapti, men safardaman. Mayli 1 million katta pul emas, yo'qolsa. Keyin aytdim, agar to'lovga, agar bankingga yozsang, u yoqda bo'lgani uchun chiqaza olmasang, biz yordam beramiz. Qilib beramiz desam, yo'q, uning uchun emas deydi. Na prinsip qilaman deyapti. Ana ular menga vaqt aytmagani uchun deyapti. Mayli yo'qolsin deyapti. Keyin yo'q, bunaqa bo'lmaydi dedik. Keyin temur uy sang kerak, turishing kerak san. Yo'q, ozgina muddat qoldi. Ya'ni u o'zi o'ylamayapti. Ketsa ketar deyapti. Bilaman, u vaqtinchalik qaror qabul qilyapti, hissiyotga berilib. Hali 1 million ketadi. Ertaga keladi. U sentyabrdan bolasi o'qishga kirib yashash kerak biror joyda. Iloji yo'q, keyin yo o'ta qimmat villa oladi, shoshirgandan yoki arenda turadi. Unaqa odamlar yaxshi joyda turadi. Oylik arendasini o'zi 1 million bo'lib qoladi. Keyin yordam berdik. 10 kun qolmasdan uy nomiga o'tkazdirdik. 6 oy o'tmadi. Uy narxi bir 50% ga oshdi ham. Ya'ni ham juda katta foyda qildi, ham 1 million pul yoniga qoldi, ham uy yoniga qoldi. Ashtaqa holat. Ya'ni o'ylayman, shu sohaning odamimizmi? Mana shunday holatlarda hissiyotga berilgan paytda to'g'ri yo'nalishga yo'naltirib yuborish yoki yangi yo'lovchi kelsa, o'shani pulini yo'qotmaydigan joyga yo'naltirish, iloji boricha eng maksimum foyda topishga yordam berishda. Mana shu narsalar, masalan, o'ylayman, ko'p yangi brokerlarda unaqa keng o'ylab olishmaydi. Bunaqa narsalar menimcha o'ylaymanki, bu tajribalardan, eksperienslardan ko'p chiqish kerak. Sababi bunaqa qarorlar qabul qilish uchun, siz aytgandek kengroq o'ylash uchun ular ko'p marotaba xatolar qilgandan keyin chaqlanadimi deb o'ylayman-da men endi. Har bir inson aytadi-ku, xato qilmaguncha deb. Hozirgi paytda mana Jamshid aka, sizni oxirgi eng katta qilgan xatoyingiz broker sohasida. Mana shu 2021 chiqib ketganim. 2021-yilda chiqib ketganingiz. Bunaqa. Real estate zo'r bo'layotgan paytda, ya'ni men uchun yaxshi bo'layotgan paytda chiqib ketib O'zbekistonga ketgan. Boshqa biznes sohaga kirib kirganingiz. Endi brokerlik sohasida eng sizga yoqmaydigan proyekt qilgansiz, uni sotgansiz, lekin o'zingiz umuman ko'nglingiz to'lmagan. Xuddi shu vaqtda oxirgi 1-2 oy o'ylayapman. Ya'ni oxirgi 14 ishlagan bo'lsam, hozir ba'zi eshitib qolyaman-da, klient uy sotgan, 5-6 oydan keyin klient qidirib yuribdi. Nimaga menga sotding degan narsani. Keyin o'yladim, men topolmadim shunaqa proyekt. Ya'ni nima proyekt olgan bo'lsak, o'sha bozorda eng ko'p foydaga chiqqan. Deyarli hammasi. Zararga chiqqan proyekt bilmayman.
yaqin orada ko'p eshitganman. O'sha eski klientlarim, endi ba'zi klientlar bor 60 taraf olgan, qisman mandan olgan. O'shalar qaytib chiqyapti-da. Jamshid faqat sandan olgan narsamdan foyda qildim. Hozirga juda katta foyda qilyapman. Arendasi juda katta arenda olyapman. Sotsam hozir bir necha baravarga sotaman. Shunaqa narsalarni ko'p eshitganman. Endi boshdan shunga harakat qilganmiz-da. Ya'ni shunaqa bo'lsinki, o'sha o'zimiz o'rganib, hech kim kelajagi bilmaydi, lekin o'sha hozirgi holat, ya'ni qolgan payt sotgan bo'lsa, o'sha holat bo'yicha doim eng yaxshi proyekt bor, eng yomoni bor. Ya'ni prognoz eng yaxshi bor, prognoz eng yomoni bor. O'sha prognoz eng yaxshisiga fokus qilib o'rganmiz. Shuning uchun Xudoga shukr, ko'p o'yladim, topolmadim birorta proyektdan pul yutkazganimizni. Holat bo'lgan doim. Bu sohada mana bilamiz, bir klient obработка qilasiz, tushuntirasiz, joy, ma'lumot berasiz, hamma narsa qilasizda. Shunaqa payt bo'lganmi, o'zingiz komissiyangizdan kechgan paytlar? Umuman komissiya olmaganingiz? Yo'q, unaqa payt bo'lmagan. Unaqa payt bo'lmagan. Albatta bo'lgan. Hozirgi broker paytidagi xato nima? Hozirga aytib o'tganimizdek, o'sha sohani yaxshi bilmagan, keyin asosiy uni targeti faqat pul, komission. Farqi yo'q. Masalan, hozir ko'p ko'ryapman, maqsad noto'g'ri joyda turgan. Masalan, hozir ko'rsangiz, hind brokerlar bir-biri bilan go'shinagan. Anglichalar o'zini bir-birini go'shinagan. O'zbeklar o'zini yotibdi. Endi nimaga? Masalan, aytaylik, kimdirlar xato mahsulot sotyapti, o'zini vatandoshiga o'rganmasdan turib, foyda olib kelmaydigan, naborat zararga kirib qolish mumkin bo'lgan proyektlarni eng yaxshi proyekt sotib yotishibdi. Bu yerda yana brokerlar bor. Bular endi maksimum harakat qiladi, foyda olib kelishdi. Bularga ham narsa yoqmayapti. Nimaga deydi, o'zimizni, xalqimizni qiynab topgan pulini yo'qotib yuborish kerak bu yerga kelib. Nimaga bular sotadi degan. Mana shunaqa bir-biri bilan kelishmovchiliklar ko'raman ba'zida. Men o'zim aralashmay iloji boricha maksimum unaqa narsalarga o'zim yo'nalishim bor. Lekin o'sha o'zbek bozoriga hozirgi paytda mana social mediada ko'ramiz biz. O'zbek bozoriga kam e'tibor berasiz. Почти что O'zbekistondan necha foiz sizni mijozlaringiz o'zbekistonlik? Deyarli 0%. Bitta ikkita ishlamagan bo'lsam, unda ham o'zlari kelib, asosiy katta foizi qaysi davlatdan? Bitta davlat yo'q. Bu yoq Xitoy, Makao. Ko'proq qismi. Hamma davlatdan ma'lum bir miqdorda bor. Foiz yo'q. Masalan, Yevropadan deyarli hamma davlatdan bor, Afrikadan deyarli hamma davlatdan bor. Bu yoq Braziliya, Kolumbiya, Kanada, Amerika, bu yoq Avstraliya, Koreya bor, masalan, Xitoy, aralash. O'sha Angliya yozishnilar ham sizdek. Esenga yo'q deyarli. Esenga ham deyarli ishlamayman. Sababi nimaga biz bozorga kirib o'rganayotgan paytimizda sizlarga kuchli brokerlar yo'q joyi tanladik-da, chunki hamma joyda bor ekansizlar. Xullas, keyingi savolimiz, hozirgi paytda Dubay ko'chmas mulk bozorida nima joyida emas? Meni eng qiynaydigan narsa hozirgi kunda uylari razmeri bilan uylari soni. Mana shu ikkita narsa meni qiynaydi. Nimaga qiynaydi? Chunki men o'zim birinchi boshlagan proyektim davlat proyekti bo'lgan. 1 million square feet joy, ya'ni juda katta joy. U yoqda 1200 ta uy bor. 1200 ta uy, adashmasam 11 ta zdaniya. Zdaniyaning o'rtasida parkovka qilingan. 10 etajli parkovka ajratib qo'yilgan. Bir tomoni 1 bedroom studio, bir tomoni 1-2-3 bedroom. Juda ham sifatli proyekt. O'sha proyekt yangi ochilganda, men eslayman, 2012-yil bu endi DIP da, shahar tashqarisi bo'lgan. Biz o'sha paytda kulardik. DIP dunyoni tugashi, undan yo'q kosmosdirdik. O'sha joyga Palmadan, Marinadan katta-katta kompaniya egalari kelardi. Yoqmaydi menga Palma ham, Marina ham, odam ko'payib. O'sha paytda aytardi, 2012-yil. Hozir tasavvur qiling. O'sha paytda menga yoqmaydi, u yoqda anaqa bo'ydoq haligi hali uylanmagan boshqalarga turishadi hozir magazinda ishlaydigan bolalar yig'ilib. Mana shunaqa ko'payib ketdi, oila uchun yaxshi joy emas bo'lmay qoldi deb o'sha ko'chib kelishgan. Shu uzoq bo'lsa ham. Hozir DIP yo'llari vaqti zo'r bo'lib ketgan. O'sha paytda bitta liniya bo'lardi, erta-kech probka bo'lardi. O'shanda ham sifati zo'r bo'lgani uchun, razmerlari katta-katta bo'lgani uchun o'sha yerda borib turishgan. Kichkina kvartiralar o'rtasida ajratilgan. Maydon juda katta, 1 million, juda katta maydon. Unaqa zichligi ham yo'q. Liftlarda anaqalar yo'q. Basseyn ham 6 metrda basseyn bor. Ya'ni unaqa bandlik yo'q. Lekin o'shani o'zida ham community management ham tartib juda qattiq.
Ya'ni ko'payib ketmasin, mana bu bitta xonada ko'pchilik bo'lib ketmasin degan narsa bor. O'shanda ham shu 400-500 ta studiyasi bo'lgan. Shu butun komitning obro'sini tushirib yuborgan. Keyinchalik. Ko'pchilik ko'chib ketgan. Narxlar keskin tushib ketgan. Endi hozirgi proyektlarda mingtalab, 10 mingtalab даже. Endi tasavvur qiling, u katta mahalla. 4 ta, 5 ta zdaniyalar. Ozgina. Endi hozir bitta zdaniyada 1000 ta, 1,5 mingta kvartira bor. Tasavvur qiling, bitgandan keyin etga tushib chiqish o'zini ayting ochirt bilan. Men kullaman ba'zida basseynga chiqmoqchi bo'lsang, ground floordan tortib, agar tepada bo'lsa, ochirt bo'ladi. Hammasi ochiqini ilib olgan bo'yniga basseynni kutib o'tiribdi. U birinchisi. Doimiy liftda tirbandlik bo'ladi, kirib chiqish bo'ladi, doimiy hamma narsa chatga urgandan keyin bino tez eskiradi. Keyin hamma ham joyga kelmaydi. Hech qachon masalan oilasi bor odam joyga bormaydi. Umuman bormaydi. Keyin yana bitta yomon. Endi hozir hamma narsa dastavka bilan. Tasavvur qiling, yuzlab dastavka bo'ladi etga kuniga. Ya'ni o'zidan yana obro'si juda tez tushib ketadi, juda tez eskiradi. U hech qachon investor uchun yaxshi narsa bo'lmaydi. Keyinchalik mayli 20 yildan keyin Dubay aholi sig'may ketsa, o'shaning iloji yo'qligidan kimdir turmasa, ungacha qiyin. Tushunishimiz bo'yicha sal oydinlik kiritaman. Dubayda hozirgi paytdagi ko'chmas mulk bozorida aynan joylari, berilgan joylari, unga berilgan hajmlari kichkina bo'lishi. Joyda muammo yo'q. Ya'ni Dubayda hozir yo'llar faqat yaxshilanyapti. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim o'sha uyi razmerlari. Uy razmeri va soni. Ikkita narsa muammo. Men aytmoqchi bo'lganim joyda emas bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Lekin siz hozir hajmlar ham to'g'risida aytdingiz. Yana joyda emas narsalar bor-da. Hozir Dubay ko'chmas mulk bozorida. Aynan bu paytda biz oydinlik kiritaman, talab va taklif muvozanati yo'qligi. Taklif juda ko'p, talab kam. Hozirgi paytda. Lekin mana hozir men nimadan uni hisoblab bera aytishim mumkin. Sizni urush oldin bo'lgan obyemingiz bilan hozirgi obyemingizda farqi bor o'sha. Uni yashirib bo'lmaydi baribir. Shuni muvozanati buzilganligi ham bozorni qanaqadir joyda emasligini ta'minlab bermaydimi? Yo'q, bu muammo emas. Muammo emas. Yo'q, aholi o'sishi bor, o'shanga yarasha ya'ni Dubay targeti bor, aholini 2 barobar oshirish. Dubay nimadir reja qo'ysa, doim ertaroq bajarib kelgan. Masalan, aholini ko'paytirish bormi? Unga masalan kutib o'tirmaydi o'sha yilni. Iloji bo'lsa 3-4 yil oldinroq o'sha songa chiqib qo'yish kerak. O'shaning uchun uy-joy kerak. Uy-joy kerak. Hozir nima bo'lyapti? Dubay o'zida umuman muammo yo'q. Ya'ni taklif talab bo'yicha. Chunki bir o'qiganman, agar to'g'ri bilmayman, lekin statistika bo'yicha 1 millionta odam Dubayda ishlaydigan odam boshqa amirlikda turadi. Sharjada yashashi mumkin, Ajmanda yashashi mumkin, Ras Al Khaimada yashashi mumkin. Ular masalan o'zi xohlab yashamaydi ko'p. Taklif bo'lmagani uchun o'shga boradi. Albatta. Bu bir. Ikkinchisi, talab taklif deyapsiz. Hozir Sharjani davlat quruvchilari Dubay chegarasida gektarlab uy quryapti, minglab. Asosiy ularning targeti Dubaydagi odam. Bu yoqdan Alain kelyapti. Eshitganmiz Arabian Hills. Dubai Hillsdan 2,5 barobar katta mahalla. Targeti Dubay. Bu yoqdan Abu Dhabi kelyapti. Mana Bayn by Ora, Aldar, Al Ghadir. Hozir yangi proyektlarni plan qilishyapti. Al Jurf bor. Asosiy target Dubay. Ya'ni boshqa amirliklar ham Dubay chegaralariga maksimum harakat qilyaptiki, ularni targeti o'zini amirat aholisi emas, Dubaydagi aholi. O'shaning uchun agar yaxshi uyingiz bo'lsa, doim talab bo'ladi. O'sha aytganimdek, razmeri yaxshi bo'lsa, o'sha sifati yaxshi bo'lsa, ko'p bo'lmasa uylar, doim talab bo'ladi. Hozirgi paytda mana shunaqa talablar ko'p. Endi tan olishimiz kerak, bozorda hozir talab ko'p. Uni bilamiz. Shunga yarasha balkim takliflar ham ko'pdir. Takliflar ko'p paytda investor va foydalanuvchilar aynan nimalarga e'tibor berib uylarni olish kerak hozir? Aynan qaysi lokatsiyalarga maslahat berasiz va nimalarga e'tibor berish kerak? Chunki bu yerda bilyapsiz, bozorda malakalik, opitlik brokerlar asta-sekin kamayadi. Sababi show mediaga chiqmaydi, o'zining klientlari bilan ishlaydi. Lekin aytganingizdek malakasiz brokerlarga uchrab qolganda asosiy nimalarga e'tibor berish kerak ular? Oluvchilar, investorlar asosiy bizni ko'rayotgan insonlar nimalarga e'tibor berish kerak?
hozirgi kunda nimalarga e'tibor berish kerak? Bu hammasi o'sha xaridorni nima xohlashidan kelib chiqadi. Birinchi xaridor masalan men o'zimga yashash uchun olaman desa, unda yondoshi boshqacha bo'ladi. Yashash uchun oladigan bo'lsa, birinchi navbatda qayerda ishlaydi. Bolalar qayerga boradi, bog'cha, maktab. O'shani aniq qilib olish kerak. Aniq qilib olgandan keyin o'sha atrofda albatta vaqt tejash kerak. Vaqt eng qimmatli narsa. O'shaning uchun iloji boricha agar cho'ntak ko'tarsa, shu o'ziga yaqin joydan tanlab olish kerak lokatsiyani. O'sha bo'yicha keyin o'zini pul yetgan joygacha qarash kerak. Qanaqa uy kerak. Albatta men doim maslahat beraman. Narsa men o'zimni topib beraman. O'sha o'zidan kelib chiqib uni nima xohlaydi, u qanaqa odam. Xohish va istaklarni o'rganib. U faqat undan emas, yana ikkinchi bor bir ma'lumot aytib beraman, o'zi klientim bilan bo'lgan holatni. Ba'zi o'zi ham bilmaydi nima xohlashini. O'shaning uchun biz kerakmiz, uni yo'naltirishimiz kerak. Keyin o'sha o'ziga qarab, talabiga qarab, o'shdan o'qidiradi. Boya aytganimdek, iloji boricha harakat qiladi. Kichkina rasmni olib qo'ymaslik kerak. Chunki doim arendaga berish ham, uni qayta sotish ham qiyin bo'ladi. Iloji boricha o'sha turgan mahallasida eng yaxshi proyekt tanlash kerak. Eng obro'si baland, hurmati bor quruvchidan. O'sha proyektga borsa, agar pul ko'tarsa, eng yaxshisini tanlash kerak o'sha joydan. Ko'pchilik aytadi, "O, bitta zanik xolos ekan. Aytaylik, 1 bedroom kerak. Mana 1,5 million ekan" deydi. Mana bunisi 1 million ekan. Bitta zanik deydi. 1 million olishi mumkin. Lekin 1,5 millionga pul yetsa, o'shani olsa, u arenda qilsa, undan ko'proq foyda olishi mumkin. Ertaga sotaman desa, bir kun sotib olishi mumkin. Mana buni qiynalishi mumkin. Arendasi foizi kam yoki sotaman desa hech kim olmaydi. Chunki bu o'sha zanada eng yomon kvartira. Ya'ni narxiga ikkinchi darajada bo'lish kerak agar cho'ntak ko'tarsa. Bu endi o'zi uchun oladigan odam uchun, yashash uchun. O'sha birinchi aytganimdek, bilib olsin, qattiq nimalar kerak. Ya'ni bog'cha, maktab ishi yaqin bo'lsin. Agar yaqin bo'lmasa, keyin sekin keyingi mahallaga o'taveradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, investitsiya oladigan bo'lsa, albatta uni talablaridan kelib chiqadi. Mana kimdir bor, pulim tursin. Bu mana o'sha topgan pulimni saqlab qolish uchun unga boshqacha yondashiladi. Kimdir bor, men qisqa muddat kerak menga. Men kirishim kerak, ma'lum bir vaqtdan keyin ozgina foyda bo'lsa ham chiqib ketishim kerak. Men shuni yoqtiraman, pul aylantirib turishim kerak. Kimdir bor, men shuni olib qo'yishim kerak, menga arendadan pul kelib turish kerak. Uni ham aniqlab olgandan keyin unga qarab, uni budjetiga qarab, keyin tanlanadi. Masalan, bo'lishi mumkin proyekt shahardan butunlay tashqarida. Lekin bu odam uchun eng mukammal variant bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, lokatsiya. Dubayda unaqa emas. Meni tajribamdan kelsa, lokatsiya muhim rol o'ynamaydi. Chunki JVC shunaqa zdaniyalar bor. Aytaylik, ko'pchilik yomon ko'radi JVCni. Lekin uni oshgan narxlarini solishtirsangiz, uncha downtowndagi yoki Palmadagi yoki Marindagi uylardan ko'ra yaxshi oshgan. Investorga pul kerak. Nima qizig'i bor unga? Kimdir yomon ko'radi, yaxshi ko'radimi? Masalan, hamma broker yomon ko'rgan JVCni tashlab keta olmaysiz-ku. Pul kelib turibdimi, davay kirish kerak. Yoki arenda bo'yicha ham. Masalan, aytaylik, downtownda 5-4% bo'lishi mumkin yoki Palmada shunaqa bo'lishi mumkin. Chunki uy qimmatlagan sari uni haliga foizi kam bo'ladi. Masalan, yana bitta narsa bor. To'g'ri taklif oldimi, taklif tushdimi? Ya'ni yaxshiroq chiqib qoladigan narsani voz kechish kerak. Chunki ko'pincha yaxshi chiqmay qoladi. Navbat xuddi o'sha anaqani ham qimmatroq qolish to'g'ri kelib qoladi. Menda ham bo'lganda, masalan, klient keladi, o'shanga masalan 100% to'g'ri keladigan uy topilgan. To'xtachi, yana yaxshiroq chiqib qolar deydi. Odatda yaxshiroq o'zi chiqmaydi. Kamdan kam chiqmasa, to'g'ri keladimi olish kerak. Budjet to'g'ri keldi, xohlaydigan bedroom bor, xohlaydigan lokatsiyasi bor, xohlagan sifati bor, bo'ldi, olish kerak. Navbatdagi savolimiz, faoliyatingiz davomida eng milliarder baribir bo'lgan sizda mijozingiz. O'shani qaysi jihatini o'zingizga olib qo'ygansiz? Birinchisi oilasiga e'tibori. Ya'ni boya aytganimdek, aytdim, oilasi bilan chiqib ketgan, dam olgani, ayli 1 million yo'qolar deyapti. Lekin oilani tark etdi. Lekin oilamni oldingiz ketib charg'ish qolamayman. Masalan, shu bittasi shu. Raqam paytda o'sha o'rgangan narsangiz o'sha oilani e'tibori birinchi o'ringa qo'yish. Yana bittasi shunaqa holat kelib qolganda hissiyotlarga berilmasdan ba'zi paytda masalan kattaroq yo'qotishni oldini olish uchun kichkina yo'qotishlar qilib turish.
shunaqa holat bo'lib qoladi. Nimada qaror qilish kerak, hisobga berilib, o'sha yerda ozgina yo'qotadi. Lekin uni mana biz masalan o'zimizdan kelib chiqib, masalan, to'xtab tur, ozgina kutsang, bunaqa bo'ladi desangiz, yo'q. Agar men buni mamlak qilsam, katta yo'qotishdan oldini olishim mumkin. Har kuni siz ishga chiqishdan oldin nimadan motivatsiya olasiz? Birinchi motivatsiya albatta bu biz ishingiz, har bitta erkakga ishi bo'lishi kerak. Birinchi navbatda o'sha oilasini qo'llab-quvvatlash uchun, ikkinchisi o'sha o'ziga yuklatilgan moliyaviy savob ishlarni qilish uchun, o'sha nimadir soha bilan jamiyatga foyda keltirish. 5 yil orqaga qaytganingizda qaysi xatoni qilmagan bo'lardingiz? Bu sohada umuman chiqmagan bo'lardim. Bu sohadan chiqmagan bo'lardim. Ko'proq ichga kirgan bo'lardim-ku, chiqmagan bo'lardim. Albatta 5 yildan keyin o'zingizni kompaniyangizni qanaqa ko'ryapsiz? Albatta bu sohada yana ham kuchayish, umuman ko'proq odamga xizmat ko'rsatish, moliyatan yana ham kuchli bo'lish, yana ham erkin bo'lish, ko'proq odamga foyda tegishda. Ya'ni o'sha hozirgi natijani aytaylik 5x qilish. Buni hamma tomonlama. Keyingi savolim mana plotlar to'g'risida, yerlar sotilishi. Bilamiz hozir Dubay sharoitida bu narsani sal o'zgaryapti. Bilib turibsiz. Sababi uje sun'iy orollarda ko'proq foydalanilgan bilyapti. Dubay. Bilasiz o'zingiz ham orolni sotish osonroq chemamdagi plotlarga qaraganda. Endi albatta hozirgi paytda qaytdagi ham bog'liq, lekin hozirgi paytda Jumayda tomonda qurilayotgani, yo bo'lmasa boshqa joyda Abu Dabida qurilayotgan plotlar uje anaqa orol qilib chiqarib sotishyapti. Bu qanchalik hozir to'g'ri, bu iqtisodiyot to'g'risida, qanchalik tabiatga xato bo'lyapti? Mana shu to'g'risida gapirsangiz. Endi iqtisodiyotga foydasini mana Palm Jumeirah misolida aytsa bo'ladi. Menimcha World Island unaqa plan bo'yicha zo'r ketmadi, chunki muammolar bor. Eng katta muammo kanalizatsiya. Ana o'sha narsa bo'yicha bo'ldi. Keyin elektr, suv, kommunikatsiyasi. shunaqa narsalar muammo. Doimiy o'sha anaqaga suyanib qolinadi. Generatorlarga. Kanalizatsiyani ham doimiy ishlashga to'g'ri keladi. U degani juda ham maintenance juda qimmat. O'sha joy ushlab turish o'zi juda qimmat. Bu qanchalik o'zini oqlaydi kelajakda bilmayman. Chunki bu hammasi o'sha yerda yashayotgan odam bo'yniga tushadi. Qanchaga chitaveradi u odamlar. Endi bitta odam bitta orollik bo'lsa, o'zini o'zi eplab, o'ziga qarab, kuchi yetmasa, u ko'chib ketib amallasa bo'ladi. Lekin davlat e'tiboridagi orol bo'lgani uchun o'sha narsalari muammo bo'ladi-da, qanchalik plyuska minusga ishlaydi bilmayman. Endi xarajat ko'paydi degani u qancha boy bo'lmasin, hech kimga yoqmaydi xarajat. Transport masalasi yo'qqa, doimiy faqat yaxtada borib kelish. Ya'ni kundalik yashash uchun noqulayliklari bor. O'sha tomondan o'sha orollar yana ham rivojlanib ketishiga ozgina shubham bor. Lekin Palm Jumeirah mana eng qimmat villa 680 millionga sotildi. Ya'ni sun'iy orol iqtisodiy jihatdan juda foydali bo'ldi, aynan Palm Jumeirah. Palm Jumeirah to'g'risida. Endi Palm Jumeirah, Dubai Island bular o'ylayman bundan ham ko'ra foydaliroq bo'ladi davlatga. Chunki hozir shu narxlar hozirdan oshgan. Har bitta savdo davlatga pul degani. Albatta. Orollarni keyin turizmni jalb qilishi, yana qo'shimcha bir necha tomonlari bor. Mana masalan Meritayimni ko'radigan bo'lsak ham, bu yerda ham o'zi plotlar unaqa emas edi. Keyin kattalashib ketyapti. Bu narsa hozir bu epidemiya Rasul Xaymada ham davom etyapti. Rasul Xaymada ham xuddi shunaqa kazino qurilayotgan. Shu orolga ko'p narsa qurilyapti. Men aytmoqchi bo'lganim, asta-sekinlik bilan pul endi kelyapti deb turib, yaxshi savdo bo'lyapti deb turib, shahar ichkariga suv ustiga olib chiqish yaxshimi bu deb savol bermoqchiman-da. To'g'ri, iqtisodiy sotuvlar yaxshi bo'lishi mumkin, lekin buni tabiiyki zarar 100% bor. Endi buni rad qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun hozir Dubay ham proyektlar plan qilishgan, o'sha tabiat yana qaytarish o'zini holiga. Chunki Rasul Xaymada asosiy e'tibori kazinoga berishdi, lekin men boshdan aytdim, kazino hech qachon u mahalladagi real estate'ga foydasi kelmasligi mumkin. Chunki kazino qurgandan keyin atrofiga kazino o'zining ham mehmonxonasi bo'ladi. Atrofida mehmonxona bo'ladi. Ular kerak bo'lsa, o'sha keladigan xaridorlarni o'sha mehmonxonaga tekin berib bo'lsa ham jalb qiladi. Ya'ni uni haypida sotib olishi mumkin. Ya'ni quruvchi sotaveradi.
Aha. Lekin ikkilamchi bozor bo'lish uchun ikkilamchi taklif kerak, talab kerak. Albatta. U talabni yaratish uchun bitta kazinoni o'zi umuman ahamiyati yo'q. Uning uchun juda ham katta ishchi kuchi, turizm rivojlanishi, xuddi qanaqa Dubay qilgan bo'lsa. Quyidagi savolimiz bor. Hozirgi paytda mana ko'ryapmiz, brokerlar uy sotayotgan paytda ko'pincha mana masalan men ko'rib turaman brokerlarni Kitaylarnikini. Albatta men til bilmayman, tarjima qilaman. Endi mana ko'rsatadi. Endi bizda ko'p narsalarda shu narsa e'tiborli, e'tiborsiz. Endi siz social mediada yurganingiz uchun men aynan shu savolni beryapman. Sotilayotgan uyi o'zini narxi bor. Tan narxi bor. Masalan, $300,000 olyapti-da, lekin uyi ichida Gucci, Hermeslar bor. Masalan, u bitta anaqasi kerak bo'lsa, musurkasi $11,000, $12,000 uyi o'zi $200,000 turadi. Mana shu jihozlangan holatda. Xitoylik brokerlar buni hammasini aytar ekan. Men shuni bildim. Bu ma'lumot o'rnida endi. Masalan, uy sotilayotgan bo'lsa, san hozir 350 minglik uyi pashti 280 mingning ichida turibdi. Sen sotayotganing faqat $70,000 yo $80,000 sotyapsan. Qolgan. Lekin bu boshqa brokerlarda bu narsani ko'rmadim. Faqatgina aytadi, mana shu zo'r lokatsiya ertaga katta bo'ladi, qanaqadir protsentlar. Shu qanaqa biza buni echganimiz yaxshimi hozirgi paytda bu brokerlar yoki u shart emasmi yo individual yondash kerakmi? Zo'r yondashuv qilish kerak. Shunaqa chunki qiymat chiqazib berish kerak. Masalan, men villada shunaqa sotaman oldindan. Tashib 10 yil bo'lib qoldi. Bitta villani, masalan, asosan villaga e'tiborim aytaylik, yer narxini ko'raman, bozor narxida. O'sha bozor bugungi kunda qurilish narxini bilaman. O'shani hisoblayman. Ko'pincha o'shandan ham arzon keladi mas'uliyatgan villalar. Navbatdagi savol. Qurilish kompaniyalari tomonidan juda katta skidkalar beradi yoki kanikullar ochib beryapti. Bu marketing kelajakda bularni ertaga bozordagi ta'siri bormi yoki ertaga yoki hozirgi qanaqadir kichkina vaqtdagi simulyatsiyami? Hozirgi skidkalar mana aytadi-ku, tushgan narxdan ertaga chiqishi qiyinroq deydi. Tepadagi narxdan tushish osonroq. Lekin hozirgi paytda biz bilyapmiz, ko'p proyektlar bir xonaliklar уже bir xil narxga tushdi. Ikki xonaliklar уже почти что bir 80% bir xil narxda. Ana o'sha uchun hozirgi paytdagi katta skidkalar taklifi ko'pligi bo'lganidan bu narsa yaxshilikka olib boradimi bozorni, yomonlikkami? Bozorga ta'sir qilmaydi. Bozorga ta'sir qilmaydi. Ya'ni yaxshi quruvchi shu konflikt o'rtasidan proyekt chiqarib bir kun sotib qo'yapti. Bu o'sha quruvchini o'ziga. Ya'ni bu prinsip yo'qligi birinchidan. Ya'ni tizim umuman yo'qligi. Chunki tasavvur qiling, siz masalan proyekt chiqardingiz, 1000 ta xonadon bor, siz 400 tasini sotdingiz. Ma'lum bir summadan. Konflikt bo'ldi, sizda pul oqim bo'yicha qiyinchilik bo'ldi. Siz beryapsiz 40% dan skidka beryapsiz. 15%, 30% bo'lishi mumkin. Skidka beryapsiz. Siz birinchi xaridorlarga xiyonat qilyapsiz. Ulardan pul olib qo'ygansiz. Ular masalan 1 milliondan to'lagan. Siz hozir boshqa yangi klientga kelyapti-da. Keyingi savolim shunaqa bo'ldi. 700 mingga sotyapsiz. O'sha yerda o'zida siz anlarni pulni 30% ga yo'q qilib beryapsiz. O'zingizga sizga ishonib uy olgan. Endi bu yerda aslida endi agar tizim bo'lganda, brokerlar o'sha bo'yatgandek o'zini hurmat qilganda, ya'ni faqat developerda, ya'ni ishlayotgan brokerlar ham uni prinsip bo'lsa, o'zini hurmat qilsa, bo'ldi, o'sha joydan sotmaydi. Qaytib sotmaydi. Sotmaslik kerak. O'shanda u ham tartibga soladi keyin, o'ylab chiqaradi. Lekin unaqanisi bo'lmaydi. Brokerga 1% komissiyon ko'paytirib qo'ysa, o'sha ko'chadan Dubayda yoki Dubayda yurgan bo'lsa ham, boya aytganimdek, ming boy bo'lsa ham odamni manipulyatsiya qilish mumkin ekan. Shunaqa brokerlar keladi, kerak bo'lsa aldaydi. Aldab, mana shu proyekt eng zo'ri, mana skidka senga foydaga tushadi deb oladi. Bo'ldi, proyektda o'zi tafovut bo'ladi, ya'ni o'sha yerdagi xaridorlar bo'yicha. O'sha qo'shningiz, sizni konkurentingiz bo'ladi. Umuman tizim yaxshi emas-da bu. Bu quruvchidan keyingi uylarda aynan shu xaridorlari bir-bir yo'qotadi. Ya'ni o'z uchun juda katta minus bo'ladi. O'shaning uchun masalan men o'zim ishlayotgan sanoqli 5-6 ta quruvchilar har qanaqa vaziyatda bermaydi skidka. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi, 100 ta olasizmi uni proyektida. Ularda qattiq qonun qoidalar bor. 1-2% maksimum. Mana bizga bundan oldingi ko'rsatuvimizdan savol kelgan. Uy olishgan, olgandan keyin 2 yildan keyin yo 3 yildan keyin bitadi bo'lgan. U uy bitgandan keyin siz 50% ni to'laysiz degan, 50% ni olayotganingizda to'laysiz deganda.
broker tomonidan yopilgan proyekt qilib bo'lgan, uy bitgan. Broker aytganki, agar pulingiz yetmasa, siz bemalol ipoteka olishingiz mumkin degan. Ana o'sha joyda bu katta xato bo'lgan bu yerda. Mana shu xatosidan u bu haligacha ipoteka ololmadi. Mana 1 yilcha bo'lyapti. Haligacha ipoteka ololmadi. Uyini ham ololmayapti. Mana shu yerda bir qanaqa tavsiya berasiz? Men o'zim shu paytgacha deyarli ishlamaganman, bank bilan iloji boricha o'sha aralashmasga harakat qilaman. Lekin bunaqa holatda endi o'shaning uchun boshda ochiq gaplashib olish kerak-da. Va aytganimdek, nejamasi 60-70% ga pul yetish kerak. O'shanda bu hisobini olib, yonida masalan 1 million 700 ming puli bo'lsa, keyin baribir ishlab yurgandan bo'ladi. Qolgan 30% ga ham aqli yetsa, shu 3 yil davomida o'sha pulni qilib qo'yishga, o'sha shartnomaga kirsa bo'ladi. Mana shunaqa tushunmovchilik bo'lmaydi. Bunda endi masalan plani bo'lmagan, o'sha brokerga ishongan, 50% bilan kirgan, bank o'zini qonun qoidalari bor. 50% ham zo'rg'a to'ladim deyapti. O'shaning uchun tiniq qilib aytib qo'yish kerak-da boshdan. Mana bu vaziyatda hozir u qaysi yo'lni tanlashsin? Hozir bu juda ham sotish kerak. Sotuvga qo'yish. yo'qotadimi, 15 yo'qotadimi? Endi hozir eng yomoni sotaman desiz, u qurilish kompaniyasidan o'tdi uylar bor hali ham sotilyapti. Endi proyekt o'zi xato bo'lgan ekan demak. Yondashuv xato bo'lgan. Bunaqa muammo bundan buyon faqat ko'payadi. Undan keyin ko'payadi. Chunki hozir aynan masalan boshqa davlatlarni bilmayman, lekin aynan o'zbek brokerlari keskin ko'paygan. Bu muammo bundan 3 yil oldin ruslar bilan bo'lgan. Ruslar kelishni boshlaganda o'sha ruslar ham proyektni zo'r masalan qancha puling bor? 100 ming. Yetadi. Boshlang'ich pulga to'lab olamiz. Pulni oladi, komissiyonni yo'qoldi. Telefonni o'chiradi, bo'ldi, ketdi. Mana odam 100 ming to'laydi, ertaga 200 ming sotib berar ekan, qolgan to'lashim shart emas ekan deydi. Juda ko'p pul yo'qotib qaytib ketdi. Mana shu holat katta ehtimol bilan ma'lum bir proyektlarga yo'g'on o'zbeklar deyarli hammasida bo'ladi. Bo'ladi. Tayyor turish kerak. Mana bu vaziyatda shu hozir kuzatuvchimizga qanaqa maslahat bera olasiz? Sababi hozir u uylarda rasrovchiga uy turibdi hozir. Quruvchi tomonidan ham berilyapti. Boshida o'sha aytganimizdek 15% bilan 10% dan beryapti. Bu hozir bu inson hozir nima yo'l tutsa bo'ladi? Bu malakali broker bozor narxi oshganmi olish narxidan? Ya'ni hozirgi quruvchi narxi menimcha 3 yil oldin sotgan narxidan baland bo'lishi kerak. Baland. Demak, lekin bozordagi oluvchi narxlar unaqa narxlar emas. Farqi yo'q. Endi bu yerda faqat bitta narsa bor. Ushlab tursa ertaga ham pul qolishi mumkin. Sotish kerak, yo'qotadi aniq 100% qanchadir summani yo'qotadi. Boshqa iloji yo'q. Ya'ni boya aytganimdek, kattaroq pul yo'qotishdan ko'ra hozir kichkinaroq yo'qotib chiqib ketish kerak. Mani taklifim shu. Tezroq yechib shu. Biza shunaqa desak bo'ladi, to'g'ri xato. To'g'ri xato. Xatoni ham o'sha kichkina xato qilib bo'lingan. Endi to'g'irlash uchun kamroq yo'qotib hozir tezroq chiqib ketishdi. Hozir bozor taklifini ko'rish kerak. Qancha narx ola oladi hozir? Shu narx olish kerak. U aniq o'sha olgan narxidan arzon bo'lsa bo'ladi u narx sotish uchun. Albatta. O'sha joyda ishlaydigan yaxshi broker topish kerak birinchi navbatda. Iloji balki 3 yil olgan narxi juda ham yaxshi narx olgandir. O'shani hisobiga o'sha narxda sotsa ham sota olardir. O'sha mahallada, o'sha zonada aktiv ishlab turgan birorta broker topish kerak. Ya'ni unda klient bo'ladi yoki kelib turadi klient unga. O'shani motivatsiya qilish kerak. Masalan, 5% komissiyani beraman. Uyimni sotib ber. Menga o'sha to'lagan 50% ni hayta 45% qolsa ham, mana shu 5% ol, uy sotsang saniki. Ya'ni 2% klientdan olsang, u ham saniki, 7% ishla. Mesela bu taklif qiziq taklif. O'sha yerda ishlab yurgan aktiv brokerlar o'sha yaxshisini topsin, bitta topsa ham u o'zi keyin o'ziga 7% qolyapti. Boshqa brokerlarga chiqib turib, ularga 2-3% taklif qilib turib sotib yuboradi. Ya'ni ijomasi yordam berish harakat qiladi. Menimcha hech bo'lsa bo'ladi. Endi navbatdagisi kelgan. Bu yerda endi o'zi bu to'g'risini aytsam, bu savollardan o'zimiz ham bunaqa qilib qolamizda. Penalti bo'lgan. Penalti nimadan bo'lgan? Broker ma'lum bir sabablarga o'zi shombalab qoladi. Pullar to'lanmashi boshlanadi. Bir xillar birinchi, ikkinchi oy to'langan, 3, 4, 5lari o'sha to'lanmaslikka boshlaydi. Penalti avtomatik chiqadi. Broker boshqa komissiyamdan o'zim yopaman deydi, lekin yopa olmaydi. Keyin kelib turib tekshirgan paytda uy egasi kelsa, shuncha penalti turgan bo'ladi. Bu vaziyatlarda qanaqa harakat qilish kerak va penaltilarni ko'pincha aytamizki, sizdan oldingi brokerlarimiz aytdi, uni ustida ishlab yo'q qilsa bo'ladi. Albatta, baribir brokerning malakasiga bog'liq dedi. Keyin shartnoma tuzayotgan paytida bu penaltilarga qanchalik e'tibor berish kerak? Bitta hozirgi kunda bozorda
eng ko'p to'lov masalan MRlarda aytaylik va ba'zi davlat quruvchilarida 80% qurilish davomida. O'shaning uchun 60-70% dedim. 60-70% degani aslida o'sha davlat quruvchilarining bitta proyektdan boshqasi ham o'sha 70-30 shunaqa ishlaydi. Bu endi eng ko'pi. Qolganlari 50-50, 40-60. O'sha pul bo'lsa, sizlar muammolar birortasi bo'lmaydi. Bank bilan ham yoki to'lamay qolish degan muammolar bo'lmaydi. Boshida aytish kerak, uy oldingmi? Mana kalendar, iloji bo'lsa o'sha broker eslatib turish kerak. Bo'lmasa o'sha yoruvchi ham bitta olgan, ikkita olgandir, o'ziga kalendar qo'yib olib, o'zi uchun kundalik qilib turish kerak. Vaqtida to'lash kerak. Ya'ni penaltini olib tashlasa bo'ladi deb, bu masalan bitta ikkita case bo'lishi mumkin. Ya'ni uni doim olib tashlash iloji bo'lmaydi. Unaqa bo'lsa hamma shunaqa ish ko'radi. O'shaning uchun bitta ikkita holatlarda olib tashlashi mumkin. Uning uchun sizdan nimadir qilishingiz kerak bo'ladi. Biroq olib tashlamaydi. O'shaning uchun o'sha narsanigacha olib bormaslik kerak-da. Ya'ni penaltini olib bo'ladigan narsani esdan chiqarib olish kerak. Penalti bo'ldimi, demak to'lashim kerak degan narsa bo'lsa, harakatini qilib shu muammoga olib bormaydi. Baribir broker faoliyatingizda o'zida ham muvaffaqiyatsizliklar bo'ladi-da. Ulardan qanaqa chiqib ketasiz? Birinchidan, dunyo siz rejangiz bilan ketmaydi, shuni tushunib olish kerak. Albatta. Reja qilgan paytingizda ham tayyor turishingiz kerak. Bu rejani nafaqat bittasi, hamma ishlamay qolishi mumkin. O'shanga tayyor turishingiz kerak. Keyin bu kutilmagan dunyo, har qanday holat bo'lishi mumkin. Agar bunaqa holat hammada bo'ladi, har doim bo'ladi. Bo'lgan paytda bitta hayotda yana bitta kuni bo'ldi, o'tib ketadi ertaga. Davom etish kerak, to'xtab qolmaslik kerak bo'ldi. Ya'ni muammo degani tugadi degani emas. Bu muammo bitta masalan ketyapsiz, yo'lda o'nqur yo'l, yamaga tushasiz, tepalikka chiqasiz, pastga tushasiz, ketaverasiz. Yama keldi, bu to'xtayman deb o'tira olmaysiz-ku. O'rja ketyapsiz masalan. To'xtab qolmaysiz, ketaverasiz. Xuddi shunaqa hayot ham shunaqa. Albatta. Yamaga tushasiz, boshingizni urib olasiz bir joyga, stalbaga. Unda qashiysiz, ketaverasiz. Bu degani bu narsani oddiy holda qabul qilib turib, juda oddiy qarash kerak. Juda oddiy qarash kerak, chunki Alloh taolo nima nasib qilganingizga bilmaysiz. Bu kasbingiz hozirgi paytda sizni oilangizga qanaqa ta'sir qilyapti? Yaxshisini bilamiz, yomon taraf. Yomon tarafi, bitta yomon taraf bor. Masalan, deyarli hamma industriyada ishingizni tugatdingiz kechki payt, bo'ldi. Biz soha 24 soat. Har doim maslahat. Erta bilan ba'zi masalan aytdim-a, hamma bilan ishlayman. Erta bilan 4-5 tursangiz, Yaponiyalik yoki Avstraliyaliklar endi yozib qo'ygan bo'ladi. Chunki ularda o'sha 4-5 soat oldin tong otgan. Ular bilan boshlaysiz. Kechqurunda tayyorgarlik ko'rsangiz, uxlashga soat 11-12 da amerikalik yozishni boshlaydi. Hamma nima bo'ladi, buni bo'ladi. Shu narsani yomon ta'siri bor. Ya'ni oila bilan o'tirganingizda, bolalar bilan o'tirganingizda javob bermasangiz bo'lmaydi, mas'uliyat. Bu mas'uliyat. Siz o'sha javobgarlik olib qo'ygansiz ishxonangizda. O'sha klientni endi yozmasangiz, u yana kimgadir boradi, kimdandir so'raydi. Siz javobgarligingiz o'sha paytda doimiy o'sha aloqada bo'lishingiz kerak. Shu tizim, ya'ni bizning soha 24 soat anaqada 24/7. Sababi bitta narsa aytadi-ku, agar o'zingga ishlasang, o'zingga xom bo'lasan deb chiqadi-da, birovni qo'lida ishlasangiz. Lekin o'zingizga ishlasangiz, undan 2 barobar ko'p ishlaysiz, ko'p vaqt. Albatta, bu yerda vaqtni siz baribir aytyapsizki, bu vaqtni bu yerda chegaralab bo'lmaydi. Sababi har bir insonni, chunki aytadi-ku, har bir voqea, har bir muvaffaqiyat sizdan nimadir talab qiladi. Hozirgi paytda brokerlik sohangizga siz nima bera oldingiz va nima ola oldingiz? Butun sohaga katta ta'sir qilsa yaxshi. Shunaqa qiladigan odamlar ham bor. Havas qilaman. Lekin individual jihatdan faqat o'sha birinchi navbatda soha misolida kim ishlagan bo'lsak, o'sha odamlarni yana ham pul ko'payishiga sababchi bo'ldi. Pul yo'qolmasligini oldini olib berdik. Hozirgacha faqat hammasi minnatdorchilik bildiradi. U yoqdan kelayotgan kirimni to'g'ri sarflab, oilamiz xursandchiligi uchun, yaqinlar xursandchiligi uchun, yana qanaqadir moliyaviy hududlar uchun sarflab, shu foydasi. Albatta, bu juda ham bizga va muxlislarimizga va o'sib kelayotgan hozir yangi sohaga kirib kelayotgan blogerlarimizga va brokerlarimizga, chunki hozirgi voqeada men aytib beraman, sal bu sohadan tanish bo'lganim uchun bloger bilan broker
ikkalasi jamlanib kirib kelyapti-da. Bu yerda siz aytganingizdek yillar davomida malaka emas. Hozirgi paytda Jamshid Abdullayevga Instagram yoki ijtimoiy tarmoq qancha foiz klient beradi? 0. Hozirgi paytda. Va nima maqsadda ishlatasiz u narsani? Sababi shaxsiy brend bo'ladi, yo bo'lmasam prosta o'zimni tanishtirib qo'yish yo kimgadir ma'lumot to'g'risidami? Nima uchun ishlatiladi? Bir xil narsalar borda, mahsulotni prosta reklama qilib qo'yadi. Bir xil narsalar bor, mahsulotdan klient kelishini kutadi. Mana shu narsa. Endi hozirgi zamon talabi o'sha borligimizni sekin-sekin bildirish. Kuchli fokus bera olmayman. Ko'p vaqt ajrata olmayman ham bu sohaga, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga. Meniki etap shuni qurish. Ya'ni bozorda borligimni, mana shunaqa odam borligini bildirish. Uni hozir o'zim maslahatlarim bilan o'zim yo'nalishim bor, qanaqa qilib qanaqa proyektlarni tanitish o'sha xaridorlarga o'zim borligimni bildirish. Masalan, hozir shunaqa zamon, siz aytyapsiz bloger bilan broker bitta bo'lib ketdi. Aslida bloger bilan hamma kasb bitta bo'lib ketdi. Dunyoning eng boy odami Elon Musk har kuni ijtimoiy tarmoqda nimadir qo'yib o'tiradi. Doktormi, o'qituvchimi, hozir injenermi, quruvchimi, hammasi ham bloger, ham sohasining egasi. Endi bu zamon talabi. Shunaqa bo'lishingiz kerak. Endi hozirchalik masalan aytaylik, marketingda boshqa odam kelib turibdi, lekin bilmasa ham hatto har kun ko'rinib tursa, odamlar o'shanga ko'proq ishonadi. Bu odam bor ekan. Shunaqa zamon bo'ldi. Masalan, siz bilmingiz bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin bu yoqdan kelgan odam unga emas, siz qanchalik anaqadasiz, ijtimoiy tarmoqdasiz, qanchalik aktivsiz, shunga qarab bo'lyapti. Hozirchalik unaqa ta'siri yo'q. Ya'ni bizga kelgan xaridorlar erta yo'q ekansan degan narsa yo'q, lekin o'ylayman, kelajakda bundan ham muhimroq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda bo'lish yana ham muhimlashib ketadi. Hozirgi paytda bilasiz, jahon chempionati bo'lyapti. Agar sizni bitta komanda deydigan bo'lsak, siz qaysi pozitsiyadagi o'yinchi deb o'zingizni o'ylaysiz? Himoyachi. Chunki har bitta anaqa kirsam, anaqa ochiladi, nima edi? Himoyachi degan narsa ochiladi. Xo'p, mashklent keldimi? Endi buni bir so'm xato ketmasligi kerak. Tikkan narsasi to'g'ri bo'lish kerak, foyda qilish kerak. Hozirgi paytda ko'p insonlar sizga nisbatan iliq fikrlari. Biz chunki bitta insondan emas, biz albatta ko'proq insondan so'raymiz va ko'plari ustoz deb aytishdi, ko'p narsa o'rgatadi deyishdi. Bizga shunchalik vaqt ajratib kelganingizdan juda ham xursandmiz. Bizga kerakli bo'lgan ko'p mana yosh o'sib kelayotgan va kuzatuvchi investorlar, asosiy mana bular ko'p savollarga javob topdi. Dubayda ko'chmas mulk bozorida chempionlardan desak ham bo'ladi, mubolag'a bo'lmaydi. Jamshidbek Abdullayev, sizga juda ham katta rahmat. Qimmatbaho vaqtingizni ajratib shunchalik kelganingizga, shunchalik imkon bizga berganingizga, savollarimizga javob berganingizga va maslahatlaringiz uchun juda ham katta rahmat. Xudo xolasa, keyingi uchrashuvda ko'rishguncha deb qolamiz va albatta bitta ko'rsatuvimizning an'anasi bor, aytishingiz kerak. Bitta sizdan keyinga savol qoldirib ketishingiz kerak. Hozir aytishim kerakmi, keyin aytsam bo'ladimi? Hozir aytishingiz kerak. Yaxshi savol bermoqchiman-da, hozir hozir. Yo, savol bersangiz biz baribir keyingi ishtirokchimiz ham o'sha aniq. Keyin oilalisiz? Nechta farzandlaringiz bor? 4 ta. 4 ta farzand bor. Hozirgi biz chaqirgan brokerlarimizda eng ko'p farzandli siz ekansiz, 4 ta va bizni bosh homiyimiz bor, Dubai Travels. Undan 4 ta Green Planetga sizlarga bilet beriladi farzandingizga. Xohlagan paytingiz telefon qilsangiz yoki aytsangiz, bir kun oldin aytsangiz, biz sizga shu biletni tashlab beramiz. Hamkorimiz Dubai Travels tomonidan berilgan. Bizga shunchalik vaqt ajratgan va shunaqa atmosfera yaratgan Leos kompaniyasiga juda ham katta rahmat. Keng ko'rsatib uchrashguncha deb qolamiz. Katta rahmat, ishlaringizga omad. Juda chiroyli ish boshlagansizlar. Bu narsa bo'lish kerak edi. Biz o'zimiz ham bu eski brokerlar bilan gaplashgandik. Yana boshlab juda yaxshi qilibdilar. Shu aytganimdek, agar buni aktiv olib borsanglar va o'sha bozorda yaxshi ishlab kelayotgan odamlarni ko'proq olib chiqsanglar, juda ko'p odamni biz pul yo'qotishdan yoki xato yo'q qo'yishdan qaytargan bo'lamiz. O'sha pulini o'zi bilan qoldirgan bo'lamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Buning uchun bilaman, juda katta energiya kerak, juda katta vaqt kerak, e'tibor kerak. Ko'p narsa voz kechib qo'yish kerak. Sizlarga ham katta rahmat. Energiyali ko'p bo'lsin.